Ushbu darsdan keyin tradingdagi har qanaqa yengillik bo'ladimi, prezidentlarning qarorlari bo'ladimi yoki siyosiy yengilliklar bo'ladimi, hammasini to'liq tushunishni boshlaysiz. Xo'sh, oldin tanishib olsak, meni ismim Hojiakbar, familiyam Hikmatjonov. Trading sohasi bilan 5 yildan beri shug'ullanib kelaman. Demak, agar kanalda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, обязательно obuna bo'lib qo'ying. Bundan ham foydali video darslar hali oldinda va hozir ham bor. Demak, bugungi dars keladigan bo'lsak, boshlang'ich treyderlar uchun fundamental tahlil kursi. Demak, bugungi darsimizni boshladik. Treyderlar va investorlar doimo bozorda to'g'ri qarorlarni qabul qilishga harakat qilishadi. Lekin ba'zan texnik tahlilga asoslanib biz chizgan maksimum yoki minimum darajalarimiz ishlamay qolishi mumkin. Nega? Chunki bozordagi eng muhim harakatlarni, ya'ni fundamental omillar belgilab beradi. Fundamental tahlil bu iqtisodiy, siyosiy va moliyaviy omillarni tahlil qilish orqali bozorning kelajakdagi yo'nalishini oldindan tahlil qilish. Bu nafaqat treyderlar, balki yirik investorlar, markaziy banklar, moliyaviy institutlar tomonidan ham ishlaydigan va amalga oshiriladigan tahlil turi hisoblanadi. Ya'ni bu narsa ham bitta strategiya hisoblanadi. Fundamental tahlil o'zi nima? Fundamental tahlil bu iqtisodiy, siyosiy va moliyaviy omillarni tahlil qilish orqali bozorning kelajakdagi yo'nalishini tahlil qilish usuli. Bu ishni nafaqat treyderlar, balki yirik investorlar, markaziy banklar va moliyaviy institutlar tomonidan ham amalga oshirilishi juda muhim. Asosan fundamental tahlil 3 ta sohani qamrab oladi. Ya'ni birinchisi iqtisodiy ko'rsatkichlar, mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligi va rivojlanishini ko'rsatadi. Ya'ni o'sha o'zimizda bilgan Forex Factory yoki investing.com da biz kuzatib boradigan kundalik kalendarda belgilangan yengilliklar hisoblanadi. Demak, bizlar ikkinchisi markaziy banklarning qarorlari, aynan FOMS. Bu narsani ko'pchilik biladi, aynan Federalniy rezerv. Bu o'sha foiz stavkalarini pulga oid siyosatda ko'rsatib beradi bizga. Va uchinchisi siyosiy va geosiyosiy voqealar. Ya'ni hukumatlarning qarorlari, urushlar, pandemiya va boshqa xuddi shunga o'xshash globalniy voqealar. Fundamental tahlil biz uchun nega muhim? Bozor harakatini chuqurroq tushunish, treyder texnik tahlil asosida ishlasa ham, bozor urvilarni buzib, fundamental tahlilga asoslanib, yirik impulsiv harakatlarni amalga oshirishi mumkin. Va bu narsani biz ko'pincha NFP, GDP, CPI shunga o'xshash yirik yengilliklarda kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, kutilmagan yengilliklarga tayyor bo'lish. Ba'zi yengilliklar va siyosiy voqealar bozorga keskin ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu narsa bizda o'sha kalendarda ko'rsatilgandan tashqari yengilliklar bo'ladi. Ya'ni bu narsa bo'lishi mumkin o'sha prezidentlarning qarorlari, qaysidir davlat qaysigadir sanksiya qo'yayotgani yoki urush ochilayotgani shunga o'xshash muhim xabarlar. Va uchinchisi uzoq muddatli trendlarni oldindan ko'rish. Fundamental tahlil valyutalar va boshqa aktivlarni uzoq muddatli tendensiyalarni biz tushunishimizga va ular orqali daromad qilishimizga yordam beradi. Masalan, agarda AQSh Markaziy banki Federalniy rezerv foiz stavkalarini oshirsa, bu Amerika dollarining uzoq muddatli o'sishiga sabab bo'lishi mumkin. Fundamental tahlillar asosiy tarkibiy qismlari. Bu narsa bizda 2 qismga bo'linadi. Birinchisi makroiqtisodiy ko'rsatkichlar. Ya'ni o'sha boya aytib o'tganimdek kalendarda bizda belgilangan yangiliklar. Birinchisi GDP, yalpi ichki mahsulot. Mamlakatda iqtisodiy o'sish darajasini ko'rsatib beradi. Ikkinchisi bizda inflyatsiya, ya'ni CPI va PPI. Tovar va xizmatlarning narxini o'zgarishini bildiradi. Va keyingisi bizda ishsizlik darajasi, unemployment rate va NFP. Mehnat bozoridagi holatni ko'rsatib beradi bizga. Va oxirgisi bizda foiz stavkalari, ya'ni valyuta kurslariga kuchli ta'sir qilib beradi bizda aynan. Ikkinchi tur demak bizda siyosiy va global voqealar. Markaziy banklarning qarorlari va siyosati, ya'ni Powell chiqib gapirishi. Ikkinchisi bizda prezidentlar va siyosatchilarning chiqishlari. Misol uchun Trump hozirgi kunda juda ham ko'p chiqish qilyapti, o'sha speechlar qilyapti va unda mamlakat qanaqa rivojlanishi, keyingi strategiyalar haqida ma'lumot berib boryapti. Geosiyosiy muammolar, urushlar va tabiiy ofatlar. Oxirgi payt misol uchun Rossiya va Ukraina urushi necha yildan beri davom etib kelyapti bizda va tez orada bu narsaga yakun topilishi ham mumkin. Keyingisi bizda neft, oltin va boshqa xomashyolarning narxlarining o'zgarishi. Bizda oldindan belgilangan o'sha kalendardagi yengilliklarni qatdan kuzatib borishimiz mumkin. Birinchisi va o'sha eng mashhuri Forex Factory. O'sha ikkinchisi bizda investing.com va oxirgisi FX Street.
Bizda uchala sayt ham deyarli bir xil vazifani bajaradi. Kimga qaysi saytimiz udobniy bo'ladigan bo'lsa, bemalol kirib foydalansanglar bo'ladi. Demak, hozir sizlar bilan biz Forex Factory saytini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib saytni ochganimizdan keyin biz tepadan o'sha kalendar bo'limiga o'tkazib olamiz. Biz kalendar bo'limiga o'tkazganimizdan keyin bizda birinchisi o'sha sanasi ko'rishimiz mumkin. Ya'ni qaysi sanada bizda qanaqa yangiliklar borligini va keyingisi o'sha yonida soati va qaysi valyuta pariga chiqishi, aynan yangilikni. Va bizda yangiliklarning 3 xil turi bor. Demak, birinchisi o'sha saru, ikkinchisi oranjiy va uchinchisi qizil. Saru yengilliklarimizda biz bozorda deyarli ta'sir o'tkazmaydi. Pastda ta'sir qilmaydigan yengilliklar hisoblanadi. Oranjiy o'sha bizda qisqa muddatli impulsiv harakatda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu misol valyuta paralarida bo'ladigan bo'lsa, 30-40 pips bo'lishi mumkin maksimum holatda. Atak undan ham kamroq bo'ladi o'zi. Va keyingisi bizda qizil yengilliklar va bu aynan o'sha muhim yengillik hisoblanadi. Bu bizda shunaqa holatlar bo'ladi, trendni burib yuborishi ham mumkin. Ya'ni bizda narxda agar down trend bo'lib kelayotgan bo'lsa, aynan bizda yengillik ta'sir qiladi va narxdagi up trend boshlanib ketadi. Shu bilan narximizda polni up trend yurishi ham mumkin. Shuning uchun ham bizda eng muhimlari qizil va oranjiy yengilliklar. Asosan biz fokus qilishimiz kerak bo'lganlari. Keyingisi bizda mana papkani ichini ochadigan bo'lsak, bizda o'sha yengillikka oid maqolalar joylangan bo'ladi. Bu maqolalar bilan biz tanishish orqali bizda chiqadigan yangi aktualniysi forecastdan baland yoki past chiqishini ssenariy qilishimiz mumkin. Ya'ni biz 3 ta 4 ta maqolani o'qigandan keyin bizda shu fikr keladi o'sha. Demak, bizda forecastdan baland chiqishi mumkin yoki past chiqishi mumkin. Va bu joyda aniq faktlar bilan ko'rsatilgan bo'ladi, nima uchun baland chiqishi mumkin yoki nima uchun past chiqishi mumkin. Demak, bizda ikkinchisi o'sha forecast, ya'ni o'sha prognoz va oxirgisi bizda oldingi chiqqani, o'tgan safar chiqqani forecast va endi bizda yangi chiqargani aktual hisoblanadi. Va bizda tepada yana qanaqa bo'limlar bor? News bo'limi bor. Aynan news bo'limi orqali bizda valyutalarga oid chiqadigan yangiliklarni kuzatib borishimiz mumkin. Agarda sizlar ingliz tilini bilmaydigan bo'lsanglar va Chrome orqali ochsanglar, bizda bu joyda translate bor. Sirazi o'sha o'zingizlar xohlagan tilga, xohlasanglar o'sha rus tiliga, xohlasanglar o'zbek tiliga, любой tilga перевод qilib, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Demak, biz yana kalendar bo'limiga qaytadigan bo'lsak, endi bizda prognozni ko'ryapmiz. Misol uchun bizda hozir USD ga chiqqan yangilikni kuzatadigan bo'lsak, 56.2 prognoz berilgan. Endi agarda bizda bu ISM ishlab chiqarish deb ko'rsatilyapti, albatta bu qaysi yangiliklarga bog'liq, lekin juda ko'p yangiliklarda aynan bizda forecastdagi yoki forecastdan baland chiqadigan bo'lsa, misol uchun mana hozirgi misolda ko'rsak, 56.2 bizda forecast berilyapti, ya'ni prognoz berilyapti va bizda chiqayotgani aynan 62.4. Ya'ni bu narsa USD ni foydasiga chiqyapti, ya'ni dollar foydasiga chiqyapti. Agarda bizda savdo qilayotgan valyuta parasida dollar birinchida turgan bo'lsa va uni foydasiga chiqadigan bo'lsa, bu parada dalisha up trend bo'lishi mumkin yoki bizdagi o'sha birinchi impulsimiz bayga bo'ladi. Agarda bu narsa o'sha qizil chiqadigan bo'lsa, ya'ni forecastdan past chiqadigan bo'lsa, unda agarda USD bizda birinchida bo'lsa, aynan o'sha valyuta parasi sell bo'ladi, USD ikkinchida turganlarda buy bo'lishi mumkin. Ya'ni bu narsa oddiy narsa. Agarda bizlarga birinchi valyutani qadri oshsa, ikkinchisini tushadi. Agar ikkinchida turgan valyutani qadri oshsa, birinchida turgan valyutani qadri tushadi. Lekin обязательно o'qib, shu tanishib chiqishimiz kerak. Biz aynan o'sha qaysi valyutaga chiqayotgan yangilik va undagi maqolalar bilan va maqolalar bilan tanishib chiqqandan keyin o'sha biz analiz qilishimiz mumkin. Shu yangiligimiz bizda yo buyga chiqadi yoki sellga chiqadi deb. Demak, bizda shot bo'yicha ko'pchilikda muammolar bor ekan. Bu borada sizga bir nechta yechimlar berishim mumkin. Misol uchun investor bilan ishlasangiz bo'ladi yoki boshqa yana yo'nalishlari bor. Lekin bo'lay riski kamroq, bezopasniyroq varianti aynan sizda prop shot bo'lishi mumkin. Va men sizga bitta ishonchli prop shotni tavsiya qila olaman. Bu Funded Next. U aynan top V prop shotlardan hisoblanadi. Agar Funded Next bo'yicha to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, mana shu tepada videosi chiqib keladi. Bemalol o'tib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Demak, sizlar bilan hozir prezentatsiyani davom ettiramiz. Fundamental tahlilda eng ko'p qilinadigan xatolar. Birinchisi, yangilik chiqishidan oldin pozitsiya ochish. Bozorda kutilmagan reaksiyalar bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun siz 70-80% to'g'ri uverен bo'lamiz, shu narximiz buyga yoki sellga harakat qilishiga. Va shu tarafga qarab pozitsiya ochamiz va bizda force majeure holat bo'lib qolsa, ya'ni narximiz bizga qarshi harakat qiladigan bo'lsa, stop loss ishlashi mumkin. Ikkinchisi, yangiliklar paytida riskni oshirib savdo qilish. Yangilik paytida bizda bilasizlar bozorda juda ham katta ob'yom bo'ladi, ya'ni volatilность juda ham baland bo'ladi. Shuning uchun ham yangilik paytida riskni oshirmasdan savdo qilishni tavsiya qilaman.
Keyingisi shunchaki prognozlarga ishonish. Biz har doim real bozordagi reaksiyani kutib, keyin savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Hech qanaqa prognozlarga asoslangan holda emas. Endi to'g'ri qilinishi qanaqa bo'ladi? Bizda yengilliklarni oldindan o'qishimiz va shoshilmasdan qaror qabul qilishimiz kerak. Bizda ya'ni bozorda har doim savdo bitim ochadigan vaziyat bo'ladi. Vaziyatni o'tkazib yuboraman degan qo'rquv bilan savdo qilish kerak emas hech qachon. Keyingisi bozorni reaksiya qilishini kuzatish va bozordagi volatilnost qanaqa bo'layotgan, ya'ni ob'yom qanaqaligini ko'rib, keyin ssenariy qilishimiz kerak bozorda. Va oxirgisi va eng muhimi stop loss va risk management. Bu narsaga risk managementga amal qilishimiz shart. Yengillik paytida ham, yengillik bo'lmasa ham har doim biz stop loss va take profitni aniq belgilab, keyin savdo bitimini ochishimiz kerak bo'ladi. Xulosa, masalaga xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, fundamental tahlil bozordagi eng kuchli tahlil turlaridan bittasi hisoblanadi. Va faqatgina siz texnikasiga asoslanib agarda savdo qiladigan bo'lsangiz, bozorda katta ehtimol bilan qanaqadir kichkina news o'tkazib oladigan bo'lsangiz ham, siz kutayotgan tarafga bozor harakat qilayotgan bo'lsa ham, bozordan siz zararda chiqishingiz mumkin. Va siz agarda qanaqadir prezidentlarning chiqishini yoki siyosiy sanksiyalarni shunga o'xshash narsalarni o'tkazib oladigan bo'lsangiz, ya'ni fundamental yengilliklarni o'tkazib oladigan bo'lsangiz, siz bozorda agar stop loss qo'ygan bo'lsangiz, kattaroq zararda yoki da qo'ymagan bo'lsangiz, balansi slip bo'lib ketishi ham mumkin. Ikkinchi tarafi bor, agar omadingiz kelib qolsa, narxsiz tarafga harakat qilib bozordan katta foyda olishingiz ham mumkin. Shuning uchun ham hammaga maslahat bergan bo'lardim. Sizlar ishlaydigan instrumentlarni oldin har doim birinchi o'sha bozor ochishinglar bilan Forex Factory ni investing.com ni o'qib chiqinglar. Qaysi valyutalarga soat nechida qanaqa yengillik bor, qanchalik ta'sir qiladi uni, o'shalarni o'rganib chiqib, keyin o'sha texnik analizga o'tib, switch analizga o'tib, keyin o'sha savdo pozitsiyalarini amalga oshirishlarini tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim. Mana darsligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu darsni tayyorlash uchun juda ham ko'p energiya va vaqtim ketdi. Agarda siz berilgan bilimlardan to'g'ri foydalana olsangiz, albatta natijaga erishasiz. Ushbu kamtarona mehnatimizni qadrlagan holatda videoga like bosib, o'zingizni xolisona fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring.